Hayot madrasasi. Subhidam. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. 11-qism. Suyuma shu topda, qani edi adajon, oyoqlaringiz ostidagi tuproq bo'lsam-u, faqat bosilish sharafiga muyassar bo'lsam, boshqa hech qanday burchim bo'lmasa edi, deya o'ylar edi. Amin. Qizim, ilohim ikki dunyo saodatiga erishgin. Janobi payg'ambarimiz alayhissalom ikki barmoqlarini ko'rsatib, qiyomatda yetimni siylagan ummatim bilan shundoq turaman degan ekanlar. Bundan ko'rinadiki, sen jazm qilgan fazilatli ishning savobini aytib ham, yetib ham bo'lmaydi. Bolam, iloyim tuproq olsang oltin bo'lsin, oltin boshing omon bo'lsin. Allohimning eng suyukli va aziz bandalari qatoridan joy olgin. Bolam, shuni bilginki, sendan bu dunyoyu u dunyoda roziman, ming bor roziman. Bergan tarbiyamga, osh-nonimga, bari-barisiga ming bor roziman. Yo'ldosh aka shashqator yig'lab yubordi. Ko'z yoshlaridan istihola qilmadi. Shahlo opa ham ko'zlari yoshga to'lgancha boshini egib, labini tishlab olgan. Jaloliddin imkon bo'lsa-yu shu xonadan qochib ketsam der edi. Shahzod yoshiga yetgulik aqli bilan oiladagilar nimadandir qattiq hayajonga tushganlarini sezgan edi. Robiya murg'akkina yuragi bilan bobosining bu holatiga befarq qarab tura olmadi. U tuyg'ularini darhol ayasi bilan bo'lishkisi keldi. Ayya. Yo'ldosh aka Robiyaning so'zlariga tarjimonsiz tushundi. Qizalog'im, ha, buvang yig'layapti. U yana senga buva bo'lib qolishidan, senginani xohlagan vaqtida ko'ra olishidan, yana sening taqdiringdan xotirjam bo'lganidan yig'layapti. Endi bu yog'iga yig'lamaymiz. Asal qizim, o'zim aylanay. Suyuma Robiya uxlagach, telefonni qo'liga oldi. U tarmoqqa ulanmagan holda yuragidagi gaplarini ko'nglining yolg'iz egasiga to'kib sola boshladi. Fozil, avvalambor bu xatimni oxirigacha o'qishga va'da ber. Agar asablaring dosh bera olmasa, iltimos, yarim yo'lda jahl bilan o'chirib tashlama. Xotirjam holatingda davomini o'qi va nimalar demoqchi bo'lganligimni tushunishga harakat qil. Xullas, men gaplarimni oxirigacha o'qishingni istayman, juda istayman. Fozil, men ketyapman. Men turmushga chiqishga qaror qildim. Oxirgi so'zimni, roziligimni 2 soat avval adamlarga va oyijonimga aytdim. Men bu haqda ko'p va uzoq o'yladim. Bir qarorga kelish uchun necha bor o'lganim va necha bor tirilganim yolg'iz o'zimga-yu birgina Allohga ayon. Qisqasi, taqdiri mening qarorimga bog'liq bo'lgan bir necha inson uchun shu ishni qilishga majbur bo'ldim. Anglaganingdek, men pochchamga turmushga chiqishga roziligimni bildirdim. Shu qaror men uchun eng jo'yalik qaror bo'lib tuyuldi. Fozil, faqat yuragingni ezma, hislaringni shamollarga topshirma, xo'pmi? Nima, muhabbatga yetmagan faqat bizmi? Oshiqlar bir-birlarining visoliga yetsagina baxtli bo'ladi deb kim aytdi senga? Masalan, men sening shu dunyoda borliging uchun baxtiyorman. Sen bor dunyoda yashayotganim uchun shukurdaman. Bu dunyoda o'zimga tegishli bo'lgan, o'zim istamasam hech bir inson daxl qila olmaydigan ko'nglimni senga berganimdan sarxushman. Fozil, iltimos, mendan diling og'rimasin, qarg'ama. Shundoq ham hayotdan nasibam iztirob bo'lib qoldi. Sen ota-onasi majbur qilgani uchun pochchasiga tegishga majbur bo'lyapti deb o'ylama. Aslo unday emas. Ular bu boradagi qaror hukmini o'zimga havola qilishdi. Barchasi uchun rozi ekanliklarini aytganlarida meni qanchalik qiynalib ketganligimni bilsang edi. O'zimni suzishni bilmagan holda ulkan ummonning o'rtasiga tushib qolgandek his qildim. Sendan yashirmayman. Suyuma bu qarorni qaysi ko'ngil bilan qabul qildi ekan deb alam o'tida qovjiramasliging uchun rostini aytaman. Fozil, taqdir mendan so'ramay meni ona qildi. Men haqiqatan ham ona ekanligimni tushunganimga ko'p bo'lgani yo'q, ammo shuning o'zi meni ko'p narsaga qodir qilib qo'ydi. Endi esa o'sha taqdir mendan onalikdan kechishimni so'ramoqda. Fozil,
Yigit qalbi buni tushunmas, ammo shuni bilishingni xohlar edimki, bir bor bo'lsa-da ona bo'lib ko'rgan ayol hech qachon bu baxtdan, taxtdan kechishi mumkin emas ekan. U joni evaziga ham bu tuyg'udan kechmas ekan. Qaraya, joni evaziga deb yozibman. Mening jonim esa sen eding. Ana shunaqa. Men onalikni senga almashib oldim. Haqqini yuragim bilan to'ladim. Endi o'zimga o'zim bemalol ayta olamanki, men to'lg'oq dardidan ming bor shiddatli dardni ko'rgan onaman. Qolgan onalar u dunyoni bir bor ko'rib kelmagunlaricha ona bo'lmagan bo'lsalar, men bu dunyoyimni kuydirib bo'lib ona bo'ldim. Mavlono Rumiy aytgan ekanlar: Haqqa yetmoq istasang, ko'ngillarni qozonmoqni maslak aylagin. Buning uchun saroylarda marmar bo'lma, bir tuproq bo'lginki, bag'ringda gullar yetishsin. Men ul Hazrat aytganlari kabi endi bamisli bir tuproq kabiman. Bag'rimda yetishadigan gullar farzandlarim bo'ladi. Meni endi Shahzodni va Robiyani farzandlarim deb atash huquqini qo'lga kiritgan bo'lsam kerak. Fozil, men haqimda o'ylaganingda bebaxt degan fikrga borma, iltimos. Men baxtni boshqa taraflama topganimni tushun va taskin top. Sen ham o'zingni baxtli qilishga harakat qil. Qaysi manbada o'qiganimni bilmayman, ammo bir hikmat borki, menga doim umid beradi. Bilasanmi? U dunyoda chin bandaga xos yashagan kishidan bir tilak so'ralarmish. Kim bilsin, balki bunday emasdir, ammo men bunga ishonaman. Axir 18 ming olamni yaratgan qodir Alloh uchun birgina tilakni bajarish hech gap emas. Fozil, men endi Allohimning suyukli bandasi bo'lish uchun intilaman. Agar shunday darajaga yeta olsam, u dunyoda Allohimdan seni so'rab olaman. Ato bilan kezgandek Havvo, sel qilgani kabi dilnavo. Bunda bo'lsam har qancha ado, seni Allohimdan so'rab olaman. Ravo ko'rdim o'zimga zulm, voz kechganim hayotim umrim. O'zi buyuk, o'zidir halim, seni Allohimdan so'rab olaman. Ketar bo'lsam ortimdan borgin, ko'mgan hissing ko'nglingni yorgin. Dovdirasam yodimga solgin, seni Allohimdan so'rab olaman. Mahzun ko'nglim senga bergani, qoshingga xur kabi kelgani, jannat gulin birga tergani, seni Allohimdan so'rab olaman. Demasinlar, bilgin haddingni, sukut ila ko'mgin dardingni. Mukofoti bordir sabrimni, seni Allohimdan so'rab olaman. Fozil, xayr. So'nggi iltimosim, meni izlama. Agar meni ko'rging kelsa, sog'insang, unda faqat o'zingdan izla. Chunki men senga o'xshayman. Bizning yuraklarimiz bir. Shuning uchun sen tomonga talpingan, izlagan, topgan va ko'nglimni berganman. Qidirmagin tongi shabnamdan, izlamagin labingda titroq. O'shamikan deb umid qilma, kuylayapti deb hazin yaproq. Belgi berdim, aytganman takror. Quloq tutgin bir bor so'zimga. Meni izla faqat o'zingdan. O'xshashingman faqat o'zingga. Ketma dema, yolvorma yurak. Istamayman, ketishim kerak. So'nggi bor xayr, suyuma. Ko'chadan kuyovning do'stlari bilan kelayotganligini bildirgan karnay-surnay nog'ora ovozlari butun mahallani tutdi. Kuyov keldi, kuyov keldi. Qiz uzatishga yig'ilgan ayollarning hayajoni o'zgacha. Kuyov navkarlar orasida otasi kabi kostyum shim, oq ko'ylak, kapalak nusxa galstuk taqqan Shahzodjon boshqacha kayfiyatda edi. Bu voqeaga guvoh bo'lganlar o'z otasining to'yida kuyov do'stlari orasida hamroh bo'lib kelgan o'g'il tashrifini hayotlari davomida qayta ko'rishlari amri maholdir. Robiya jajji farishtadek yasantirilgan. Jingalak sochlariga taqilgan kapalakchalar har qadam tashlaganda qanot silkitadi. Oppoq kelin ko'ylagi uni osmondan uchib tushgan farishtaga o'xshatib qo'ygandek. Bu Robiyaning hayotida ishtirok etayotgan ilk to'y. Bu otasining to'yi, bu ayasining to'yi. To'ydan hammadan ko'ra Robiya xursand. Tashqaridan eshitilayotgan musiqa sadolariga moslab qo'llarini silkiydi, jilmayib jo'r bo'ladi. Abdumajidning peshonasiga bu hovliga 2 marotaba osh oshatish uchun kirib kelish yozilgan ekan.
Birinchi safarda uning ko'ngli gullab kelgan edi. O'zi ham boshiga qo'ngan baxt qushining quvonchidan, do'stlari davrasida xursandchilikdan ko'pda og'zini yig'ishtira olmagan. Chekka-chekkadan ularning otgan ilmoqli gaplariga iljayish bilan javob qaytargan. Kelinga gul taqdim qilish uchun yaqinlashganda undan kam hayajon bosmagan edi. Bu safar bari boshqacha edi. Abdumajid uchun bu urf-odatlarning, kuyov-navkar, nikoh va hokazo marosimlarning zarracha qaynog'i ham, qizig'i ham qolmagan. Barchasi faqatgina kishi ko'zi uchun ekanligini yuragi bot-bot ta'kidlab turar edi. Dilnoza, senga ishondim. Xotirjam bo'l. Dilnoza sumkachasini mahkam changalladi. Suyuma 2 kun avval unga qo'ng'iroq qilgan va Fozil bergan telefonni egasiga qaytarib olib borib berish va'dasini olgan edi. Dilnoza bugun boshqa barcha sinfdosh qizlardan ko'ra ko'proq yig'ladi. U kelin dugona bo'lib Suyumaning yonida yurishga taklif qilingan bo'lsa ham, o'ziga ortiqcha pardozni ravo ko'rmagan edi. Dilnoza Suyuma uchun dildan kuyar. Ha desa, dugonajon deya aylanib o'rgulib Suyumani bag'riga bosgan edi. Aytishadiki, kelin ko'ylak kiygan qizning xunigi bo'lmaydi deb. Suyuma kabi go'zal qiz esa inchunun. Suyuma o'ziga ortiqcha pardozni ravo ko'rmagan bo'lsa-da, shu qadar go'zallashib ketgan ediki, uni chiroyiga mahliyo bo'lib qolgan rixsi kelinoyi yarim kundan buyon Suyumaga isiriq solish va atrofdagilardan bu ishi uchun gap eshitishdan bo'shamay qolgan edi. Abdumajid qaynotasining uyida do'stlariga 2-chi bor osh oshatib bo'lgach, unga kuyov sarponi taqdim etdilar. Aslida Abdumajid va Suyuma ikkisi uchun bu taqlid odatlarning umuman qizig'i yo'q. Ammo ota-onalarning shundoq ham kuyib ketgan yuraklarini takror kuydirmaslik uchun nomiga rozi bo'lgan edilar. Avval boshda Suyuma bunday hasham kerak emas deganida Shahlo opa uzoq yig'ladi, to'lib yig'ladi. Qizim, vaqti kelib qilgan shuncha armonlaring safiga umrimda bir bora kelin ko'ylak kiyish baxtiga muyassar bo'lmaganman degan hasrat qo'shilishni istamayman. Yana qo'ni bor, qo'shni bor, do'st dushman bor. El og'ziga tutib bo'lmaydigan elakka ish topib bermaylik bolam, deya izillagan edi. Onasining yarimta yuragini yana tilkalamaslik uchun Suyuma shuncha ko'nganlari safiga uning bu istagini ham qo'shgan edi. Abdumajid Suyumaga gul taqdim qilganicha oila a'zolari yoniga yetaklab keldi. Ular birin-ketin 2 yoshga oq fotiha berishga tutindilar. Mahalladagi nuroniy qariyalar va Yo'ldosh akaning akalaridan keyin navbat uning o'ziga keldi. Yo'ldosh aka 8 yil avval xuddi shu yerda, xuddi shu yigitga dilporasini oq fotiha bilan topshirgan edi. Yo'ldosh aka o'sha kezlari ota sifatida oq fotiha berganida duosining har misrasini baxt ifori tutib ketgan edi. Yonida turganlarning barisi bizga ham shunday kuyov va kelin ko'rish nasib qilsin deya duoga qo'shilgan edilar. U paytda qizginasi Rayhon yuzi to'la nur bilan otasiga otilgan. Berganlaringizga rozi bo'ling otajon deya hammani ko'nglini buzgan. Ammo qizlik uy ostonasini tark etganida har bosgan izlaridan g'unchalar gullab qolgan edi. Bugun ham xuddi o'sha kungi kabi to'y, xuddi o'sha kungi kabi Yo'ldosh aka ota rolida, Abdumajid kuyov, kelin ham aynan shu xonadon qizi edi. Ammo bu safar otaning yuragini o'ynatgan titroq sababi butkul boshqa edi. U Suyuma to'yga rozilik bergandan buyon shu ishni to'g'ri qildimmi deb o'ziga o'zi savol bergan va bu savollari doimgidek javobsiz qolgan edi. Suyuma otasi bilan xayrlashayotib, Rayhon kabi otasining bag'riga otilmadi. Suyuma ulg'ayib qolgandek edi. Uning bu qadar og'ir vazmin tortishiga hayotining oxirgi 1 yilida ko'rgan kechirganlari sabab bo'ldi. Yo'ldosh aka uzoq fotiha berdi. Xuddi Suyuma pochchasiga turmushga chiqishga rozi bo'lgan kundagi kabi. Abdumajid Suyumani hashamatli chet el mashinasiga yoniga yetaklab keldi. Suyuma chiqish uchun eshikni ham ochib berdi. Dilnoza Suyumaning kelin ko'ylagini to'g'irlagan bo'ldi. Kelin dugonasi sifatida mashinaning old o'rindig'idan joy oldi. Abdumajid mashinani aylanib o'tib kelinning yonidan joy olganida yig'ilganlar yana bir bor fotiha berishdi. Mashina joydan qo'zg'aldi. Shu payt kutilmagan hodisa yuz berdi. Shahlo opaning qo'lidagi Robiya bor ovozi bilan chinqirib yubordi.
Ayya! Mashina 10 qadamlar nariga borib to'xtadi. Undan Abdumajid shaxt bilan otilib chiqdi. U ildam qadamlar bilan Shahlo opaga yaqinlashdi. Bir zum taraddudlangandek bo'ldi-yu, qo'llarini qiziga cho'zdi. Bu vaqt orasida Suyuma o'tirgan mashina ham ularning yoniga qaytib yetib kelgan edi. Robiyani bag'riga bosgan Abdumajid mashinaning Suyuma o'tirgan taraf eshigini ochdi va qizni unga uzatdi. To'yxonada yig'ilganlar Suyuma Robiyani avaylab olganini va bag'riga mahkam bosganini ko'rdilar. Abdumajid va Suyuma to'yxonaga borguncha churq etmadilar. Robiya ayasining bag'riga kelgach ovunib qolgan. Otasi va ayasini o'rtasida o'tirib olganicha jimgina ko'chalarni tomosha qilib ketar edi. Har doimgi shaddod Dilnoza ham odatiga xilof ravishda oraga bir gap qo'shmas, go'yoki tilini yutib olgan kabi lom-mim demay ketardi. Ammo Suyuma bor alamlarini, ozorlarini, o'zi o'sgan xonadonida izhor qila olmagan dardlarini yo'lma-yo'l to'kishga tushgan edi. U boshini egganicha unsiz yig'lar, ko'z yoshlari yuzidan dona-dona bo'lib oppoq kelin ko'ylagiga to'kilayotgan edi. Mashinani boshqarib borayotgan haydovchi yigit orqani ko'rsatadigan oyna orqali Suyumadan ko'zini olmas. Hozir ko'rganlari yuragiga xanjardek qadalgani uchun bor alamini qattiq tishlab olgan lablaridan olar edi. Suyuma ham Abdumajid ham hozir boshqalarga ahamiyat beradigan ahvolda emas edilar. Ular shom vaqti yaqinlashib qolganida ham boshidagi kepka va qora ko'zoynagini yechmagan haydovchining bu qilig'iga hayron bo'lmadilar. Mashina kerakli manzil, visol oqshomi o'tkaziladigan muhtasham to'yxonaning yoniga kelib to'xtadi. Abdumajid sekin mashinadan tushdi. U biroz turib kelinni yoniga qaytishi va uni to'yxonaga yetaklab kirishi lozim edi. Abdumajid bilan deyarli bir vaqtda mashinadan Dilnoza ham tushdi. Urf bo'yicha u Suyumaning yoniga o'tirishi va kelinni kuyov bolaga topshirishi kerak edi. Ammo Dilnoza mashinaga o'tirmay sal narida turib qoldi. Agar Fozil seni unutadi desalar, hech qachon ishonma. Suyuma boshini shart ko'tardi. U mashinani boshqarib kelgan Fozilga tikilgancha toshdek qotdi. Hayron bo'lma Suyuma. Ushbu holat men uchun ham kutilmagan bo'ldi. Bu mashina Husan pochchamlarniki. Sizlarni to'yxonaga ular olib kelishlari kerak edi. Ammo bir sabab tufayli o'rnlariga kelishni mendan iltimos qildilar. Men pochchangni avval uchratmagandim, ammo kuyov navkarga kelayotib mahallangga, keyin ko'changga, keyin uyingga yaqinlashganda yuragim nega 3 kundan buyon bejo urayotganligini tushundim. Mayli, bu gaplarni qo'yaylik. Men seni oxirgi xatingni takror-takror o'qidim. Seni tushunishga harakat qildim va tushundim. Ayniqsa shu bugun. Suyuma, bu qiz xuddi o'zingning kichkina nusxang bo'libdi. Sen unga mehring bilan o'zligingni singdirgansan shekilli. Mahallamizda bir befarzand oila bor edi. Ular oxiri chorasizlikdan bolalar uyidan bir o'g'il bolani asrab olishgan edi. Yillar o'tib o'sha bola otasiga xuddi bir tomchi suvdek o'xshab ketdiki, o'sha kishining aka-ukalarining farzandlari o'z otalariga shunchalik o'xshamasligini ko'rib, hayratdan yoqamni tishlayman. Suyuma, senga baxt tilamayman. Baxting shundoq ham yoningda. Baxting seni ayya debdan olgan farzandlaring. Men senga halovat tilayman. Hayotda inson ko'ngli halovat topsagina yashashiga mazmun, umriga fayz kiradi. Iltimosim boshqa hech qachon yig'lama. O'zing aytganing kabi muhabbat faqat yetishsagina muhabbat emas. Men ham o'zing ta'kidlaganing kabi sen yashayotgan dunyoda borligim, mavjudligim uchun baxtiyorman. Kuyov akamizning ham yomon yigit emasligi shundoqqina yuz ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Sen unga nikoh orqali bog'lanar ekansan, bu ulug' rishtani buzishga butun dunyo muhabbatini bir joyga yig'sa ham jur'ati yetmaydi. Aytishadiki, osmon nikohi yerga tushmasa turmush qurilmaydi. Demak, nikoh arsh egasining himoyasidagi bitim. Bu bitimni buzishga, daxl qilishga, ko'z olaytirishga hech kimning haqqi yo'q, hech kimning. Suyuma, oxirgi so'zim. Men bu gaplarim bilan ko'nglingni buzmoqchi emasman. Faqat yuragimdagi tuyg'ularimni bildirmoqchiman. Agar meni ham halovat topib yashashimni istasang, hech qachon behudaga ko'zlaringdan yosh to'kma. Hayotda shunday yashaginki, toki bu ertaklar olamiga ketgan muhabbatimizga taskin bera olsin, toki bu qarorni qabul qilganimiz xunini to'lay olsin.
Tushundingmi meni, Suyuma? Suyuma o'zlari tomonga kelayotgan Abdumajid va uning kuyov jo'rasiga ko'zi tushdi. U ham Fozilga dilidagilarni aytib qolishga shoshildi. Fozil, iltimos meni kechir. O'zim qilmagan aybim uchun kechir. Sen dunyolarga arziydigan yigitsan. Men har doim seni duo qilib yashayman. Nachora yo'llarimiz shu yergacha ekan, ammo sendan ko'nglim to'q. Negaki sen kabi yaxshilar doim. Mashina eshigi tashqaridan chertildi. Suyuma shoshib qoldi. Barcha gaplarini ayta olmadi, ammo asosiysini aytdi shekilli. Suyuma oxirgi bor Fozilga qaradi. Xayr. Suyuma Abdumajidga ergashar ekan, Dilnoza shoshganicha mashina eshigini ochdi. Old o'rindiqqa allanimanidir tashladi va Fozilga "Bu senga tegishli ekan", dedi-yu Suyumaga ergashdi. Fozil o'tgan yili Suyumaga bergan telefonini tanidi. Uni qo'lga olganida ko'zlaridan yosh aylana boshladi. Telefonda Suyumaning ifori qolgan ekan, binafsha isi. Suyuma nikoh bazmining ko'p cho'zilishini istamadi. Qo'liga mikrofon tutib, kelin kuyov sha'nini madh etishdan, ularga uvali-juvali bo'lishni tilashdan bo'shamagan o'rtakashning har bir so'zi yuragiga xanjardek botib ketaverdi. Allazamon uvali-juvali bo'lib bo'lganman, deya o'yladi Suyuma. Gaping bormi? Degandek tushuniksiz holda. U boya Fozil unga nimalar deganini eslamoqchi bo'lar, ammo to'yxonadagi musiqaning baland ovozi xayollarini bir joyga to'plashga yo'l qo'ymas edi. Yozning qaynoq oqshomi bo'lganligi sababli to'yxonadagi sovutgich konditsionerlarning bazmning avjiga borib foydasi tegmay qoldi. Suyuma dam-badam yoniga kelib ketib turgan Robiyaga qarab yuragi siqildi. Suv bo'lib terlab ketdi. Bu ketishda shamollab qolmasa edi. Kasal bo'lib qolsa nima qilaman? Aksiga olib o'zim bilan ovora bo'lib, almashtirishga qo'shimcha ko'ylagidan ham olmabman. Suyuma fotihalardan beri o'ziga bir og'iz so'z qotmagan Abdumajidga gapirishga ahd qildi. Ayting, to'yni to'xtatishsin. Abdumajid Suyumaning muddaosini tushunmadi. Tushungan bo'lsa ham noto'g'ri tushundi. Shu sababli uning taklifini eshitmaganga oldi. Suyuma siqilib ketdi. Keyin Dilnozani ishga soldi.